Assalomu alaykum. Biz SQLda masalalar ishlashda davom etamiz. Bugun 3-masalani ko'rib chiqamiz. Найдите номер модуль, объем памяти и размер экранов ПК блокнотов, цена которых превышает $1000 deyapti. Bu deganim $1000 baland bo'lgan notebooklarning model raqami, operativ xotirasi va ekran razmerini chiqaryapti. Endi masala yechishni boshlayman. Select kalso'z bilan boshlanadi masalalarimiz. Select model, bu model raqami. Endi operativ xotira RAM. Buni mana bu jadvaldan ham bilsangiz bo'ladi. Mana masalan laptop, model, speed, RAM, mana bu RAM operativ xotira. Price, bundan ham hozir foydalanamiz. Bu narxi, screen, ekran razmeri. Modeli HD screen from qaysi tablisadan? Laptopni kiritib ketamiz bu yerga. Ya'ni bizga laptoplarni chiqaryapti, shuning uchun laptopni kiritamiz. Endi shart beramiz. Bu shart nima uchun kerak degan savol bo'lishi sizda tabiiy. Bu shart bizga $1000 baland bo'lgan notebooklarni chiqarishimiz uchun kerak bo'ladi. Price'dan foydalanamiz. Boya aytganimdek, $1000 baland bo'lgan deyapti. Ketamiz. Вот, неверно deyapti. HTTP yozuv bu yerda. Operativ xotira RAM bo'ladi-yu. Mana to'g'ri.